Bugun men barcha pensionerlarga, shuningdek ota-onasi, buvisi yoki bobosining pensiya masalasiga yordam berayotgan farzandlarga juda muhim ogohlantirish bermoqchiman. Bu ma'lumotni e'tiborsiz qoldirmang. Chunki bitta noto'g'ri hujjat, bitta o'z vaqtida berilmagan ariza yoki bitta shubhali telefon qo'ng'irog'i pensionerning puliga, imtiyozga yoki qayta hisob kitobiga bevosita ta'sir qilishi mumkin. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing va bu videoni oilangizdagi pensionerlarga yuboring. Chunki bugungi mavzu faqat bitta odamga emas, har bir pensiya olayotgan fuqaro va uning yaqinlariga tegishli. Asosiy masala shuki, pensiya tizimida ko'p narsa qog'ozdagi eski tartibdan elektron tekshiruv, bank kartasi, avtomatik ma'lumot almashinuvi va ariza asosidagi qayta ko'rib chiqish tartibiga o'tib bormoqda. Men bugun sizga avval qanday edi, hozir nimalarga e'tibor berish kerak, kimlar xavotirlanishi kerak, kimlar esa shoshilmay, lekin baribir hujjatlarni tekshirish kerakligini oddiy tilda tushuntirib beraman. Oldin ko'pchilik pensionerlar pensiya masalasini faqat bitta narsa deb o'ylardi. Yoshga yetdim, hujjat topshirdim, pensiya tayinlandi. Endi har oy pul keladi. Lekin amaliyotda pensiya bir marta tayinlanib, umr bo'yi tekshirilmaydigan oddiy to'lov emas. Pensiya miqdori, mehnat staji, ish haqi haqidagi ma'lumotlar, imtiyozli davrlar, bolalar parvarishi, harbiy xizmat, o'qish, mehnat daftarchasidagi yozuvlar, arxiv ma'lumotlari va boshqa ko'plab hujjatlarga bog'liq. Avvallar ko'p ma'lumot qog'ozda bo'lgan. Mehnat daftarchasi yo'qolgan bo'lsa, arxivdan ma'lumot olish qiyin bo'lgan. Korxona yopilib ketgan bo'lsa, pensioner o'zi yugurib, sobiq ish joyini, arxivni, tuman idoralarini qidirgan. Ba'zi odamlar charchab, mayli, qancha chiqsa shuncha bo'lsin deb pensiyaga rozi bo'lgan. Natijada ayrim pensionerlar yillar davomida o'ziga tegishli bo'lgandan kamroq pensiya olib kelgan bo'lishi mumkin. Hozir esa ko'p jarayonlar elektronlashmoqda. Ma'lumotlar bazalari o'zaro solishtiriladi. Bank kartalari orqali to'lovlar amalga oshiriladi. Ayrim ma'lumotlarni davlat xizmatlari orqali olish mumkin. Pensiya ishlarini qayta ko'rib chiqish uchun yozma murojaat qilish imkoniyati bor. Bu yaxshi tomoni. Lekin shu bilan birga yangi xavflar ham paydo bo'lgan. Telefon orqali aldovchilar. Pension kartangiz blok bo'ladi degan yolg'on xabarlar. Pensiyangiz oshdi, kodni ayting degan firibgarliklar. Hujjatdagi xatolarni o'z vaqtida tekshirmaslik, bank kartasi muddati tugashini e'tibordan chetda qoldirish. Men ekspert sifatida eng ko'p uchratadigan holat shuki, pensionerning muammosi bir kunda paydo bo'lmaydi. U odatda yillar davomida yig'iladi. Masalan, bir ish joyi stajga kirmay qolgan, bir davr bo'yicha ish haqi tasdiqlanmagan, familiya almashtirilgandan keyingi hujjatlar bir-biriga mos kelmagan. Mehnat daftarchasidagi muhr noaniq bo'lgan yoki bank kartasi bo'yicha SMS begona odamning telefoniga ulangan. Bularning hammasi keyin katta muammoga aylanadi. Birinchi navbatda har bir pensioner o'z pensiyasining qanday hisoblanganini bilishga haqli. Bu juda muhim. Ko'pchilik davlat o'zi hisoblab beradi, men aralashmasam ham bo'ladi deb o'ylaydi. Pensiya vakolatli organ tomonidan hisoblanadi. Lekin hujjat to'liq bo'lmasa yoki bazada ma'lumot noto'g'ri bo'lsa, hisob kitob ham to'liq bo'lmasligi mumkin. Shuning uchun pensioner o'z mehnat staji, ish haqi davrlari, imtiyozli davrlari va oilaviy holatiga oid ma'lumotlarni tekshirishi kerak. Masalan, Abdulla aka 65 yoshda. U 3 yil ishlagan deb o'ylaydi. Lekin pensiya tayinlanganda faqat 24 yil staj tasdiqlangan. Sababi 1990 yillarda ishlagan zavodi keyinchalik yopilgan, arxiv hujjati olinmagan. Abdulla aka endi kech bo'ldi deb yuraveradi. Aslida esa u arxivdan ma'lumot topilsa yoki boshqa tasdiqlovchi hujjatlar bo'lsa, pensiya ishini qayta ko'rib chiqishni so'rashi mumkin. Agar qo'shimcha 6 yil staj tasdiqlansa, pensiya miqdoriga ta'sir qilishi ehtimoli bor. Men bu yerda aniq summa aytmayman, chunki har bir insonning ish haqi, staji va pensiya turi alohida hisoblanadi. Lekin prinsip bitta. Staj to'liq bo'lsa, hisob kitob ham adolatliroq bo'ladi. Yana bir misol. Malika opa farzandlarini tarbiyalagan davrda ishlamagan. U pensiya tayinlashda men ishlamaganman, demak bu yillar hisobga kirmaydi deb o'ylaydi. Lekin ayrim hollarda qonunchilikda bolani parvarish qilish bilan bog'liq davrlar belgilangan tartibda va chegaralarda stajga ta'sir qilishi mumkin. Bu degani har bir holatda avtomatik qo'shiladi degani emas. Lekin hujjatlar, bolalarning tug'ilganlik haqidagi guvohnomalari, nikoh yoki familiya o'zgarishi haqidagi hujjatlar,
zarur bo'lsa, boshqa tasdiqlar tayyor bo'lsa, pensiya organi buni tekshirishi mumkin. Kimlar alohida e'tibor berish kerak? Birinchi guruh, pensiyaga chiqqanda ayrim ish joylari stajga kirmay qolganini biladiganlar. Ikkinchi guruh, mehnat daftarchasida xato, o'chirilgan yozuv, noaniq noto'g'ri sanab bor pensionerlar. Uchinchi guruh, familiyasi o'zgargan ayollar, ayniqsa hujjatlarda qizlik familiyasi. Turmushdagi familiyasi va keyingi familiyasi aralash kelgan bo'lsa. To'rtinchi guruh, bir necha hududda ishlaganlar, masalan bir davr Toshkentda, bir davr viloyatda, yana bir davr boshqa tashkilotda ishlaganlar. Beshinchi guruh, pensiya yoki nafaqa pulini bank kartasi orqali oladigan va telefon keladigan kodlarni farzandi. Qo'shniisi yoki begona odamlarga aytib qo'yadigan pensionerlar. Kimlar xavotirlanmasligi mumkin? Agar pensiyangiz o'z vaqtida tushayotgan bo'lsa, bank kartangiz ishlayotgan bo'lsa, hujjatlaringiz to'liq bo'lsa, stajingiz va ish haqi ma'lumotlaringiz oldindan tekshirilgan bo'lsa, vahima qilish shart emas. Lekin bu tekshirmaslik kerak degani emas. Men har bir pensionerga yiliga kamida bir marta o'z pensiya ishi, bank kartasi muddati, telefon raqami, yashash manzili va hujjatlar mavjudligini tekshirishni maslahat beraman. Bu oddiy profilaktika. Kasallikni davolagandan ko'ra oldini olish oson bo'lgani kabi, pensiya muammosini ham oldindan ko'rish osonroq. Hozirgi o'zgarishlarning eng muhim tomoni shuki, ma'lumotlar tobora ko'proq elektron manbalardan olinadi. Bu pensionerga qulaylik beradi. Hamma hujjatni qo'lda ko'tarib yurish kamayadi. Lekin elektron bazada xato bo'lsa, u ham ta'sir qiladi. Masalan, pasport ma'lumotlari yangilangan, lekin bankdagi ma'lumot eski qolgan. Yoki telefon raqami avval boshqa odam nomida bo'lgan. Yoki yashash manzili o'zgargan, lekin pensiya organiga xabar berilmagan. Bunday mayda ko'ringan masalalar keyinchalik to'lovda kechikish, SMS kelmasligi, kartani almashtirishda muammo yoki murojaatga javob olishda qiyinchilik tug'dirishi mumkin. Yana bir muhim masala, pensiya miqdorining oshishi bilan bog'liq xabarlar. Har safar pensiya yoki ijtimoiy to'lovlar bo'yicha oshirish bo'lsa, odamlar orasida turli mish-mishlar tarqaladi. Kimdir hammaning pensiyasi bir xil oshadi deydi. Kimdir faqat ariza berganlarga oshadi deydi. Kimdir esa pul olish uchun mana shu havolaga kiring deb aldov tarqatadi. Men buni juda aniq aytaman. Pensiya oshishi bo'yicha rasmiy ma'lumotni faqat rasmiy manbalardan tekshiring. Pensiya jamg'armasi, davlat xizmatlari, bankning rasmiy ilovasi yoki mahalliy vakolatli organ ma'lumoti asos bo'ladi. Telegramdagi noma'lum kanal, begona havola, telefon qilgan notanish odam asos bo'la olmaydi. Hayotiy misol keltiraman. Rama opa telefoniga xabar oladi. Sizga qo'shimcha pensiya puli ajratildi. Kartangizni tasdiqlash uchun kodni yuboring. U kodni aytadi. Bir necha daqiqadan keyin kartasidagi pul yechib olinadi. Bu yerda asosiy xato shuki, hech qaysi davlat organi yoki bank xodimi sizdan SMS kod, karta PIN kodi, karta raqami bilan birga amal qilish muddati va maxfiy kodni so'ramasligi kerak. Agar kimdir shuni so'rasa, u xodim emas. Firibgar bo'lishi ehtimoli juda yuqori. Yana bir holat. Sobir aka pensiyasini kartadan oladi. Kartaning muddati tugaydi, lekin u e'tibor bermaydi. Pensiya tushgan bo'lsa ham kartadan foydalana olmaydi. Bankka borganda hujjati eski, telefon raqami boshqa odam nomida, pasport ma'lumoti yangilanmagan bo'lib chiqadi. Natijada oddiy karta almashtirish bir necha kunlik yugur-yugurga aylanadi. Shuning uchun karta muddati tugashidan oldin bankka boring, shaxsni tasdiqlovchi hujjatni oling, telefon raqamingiz o'zingiz nomingizda va faol ekanini tekshiring. Pensiya masalasida eng ko'p tushunmovchilik istisnolar sababli kelib chiqadi. Masalan, hamma pensionerning pensiyasi bir xil tartibda oshmaydi. Yoshga doir pensiya, nogironlik pensiyasi, bo'g'uvchisini yo'qotganlik pensiyasi. Ijtimoiy nafaqa va boshqa to'lovlarning shartlari farq qilishi mumkin. Bir odamning pensiyasi ish staji va ish haqiga bog'liq bo'lsa, boshqasining to'lov belgilangan tartibdagi minimal me'yorlarga bog'liq bo'lishi mumkin. Shu sababli qo'shningizning pensiya oshgani siznikiga aynan shunday ta'sir qiladi deb o'ylamang. Ikkinchi nozik jihat, qayta hisob-kitob har doim avtomatik bo'lmasligi mumkin. Ayrim o'zgarishlar rasmiy qaror asosida avtomatik qo'llanadi. Lekin stajni qo'shish, yo'qolgan hujjatni topish, arxiv ma'lumotini kiritish, ish haqqi haqidagi qo'shimcha ma'lumotni taqdim etish kabi masalalarda odatda pensionerning murojaati kerak bo'ladi. Men shuning uchun ariza yozing, hujjatni topshiring. Qabul qilinganini tasdiqlovchi raqam yoki nusxa oling deb doim aytaman.
og'zaki gap bilan ish bitmasligi mumkin. Uchinchi nozik jihat ortiqcha to'lov masalasi. Ba'zi pensionerlar faqat pensiya oshishini kutadi. Lekin ayrim holatlarda noto'g'ri ma'lumot berilgan bo'lsa yoki sharoit o'zgargan bo'lsa, to'lov qayta ko'rib chiqilishi ham mumkin. Masalan, boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha to'lov olayotgan shaxsning maqomi o'zgargan. Lekin o'z vaqtida xabar berilmagan bo'lishi mumkin yoki nogironlik bo'yicha belgilangan muddatli hujjat yangilanmagan bo'lishi mumkin. Bunday vaziyatlarda kechikish va qarzdorlik masalasi yuzaga kelmaslik uchun belgilangan o'zgarishlarni yashirmaslik kerak. 4-nozik jihat ishonchnoma orqali pensiya olish. Ba'zi pensionerlar sog'lig'i sabab o'zi bankka bora olmaydi. Farzandi yoki qarindoshiga ishonchnoma beradi. Bu qonuniy yo'l bo'lishi mumkin, lekin men juda ehtiyot bo'lishni maslahat beraman. Ishonchnoma kimga berilayotganini, uning muddati qancha ekanini, qaysi harakatlarga ruxsat berilganini tushunib oling. Pulni oladigan odam har oy sizga aniq hisob bersin. Oilaviy ishonch yaxshi, lekin moliyaviy tartib undan ham muhim. 5-nozik jihat arxiv hujjatlari. Korxona tugatilgan bo'lsa, hujjatlar davlat arxiviga yoki boshqa vakolatli arxivga topshirilgan bo'lishi mumkin. Lekin hamma arxiv ma'lumoti bir joyda turmaydi. Shuning uchun eski ish joyingizning to'liq nomi, taxminiy ishlagan yillaringiz, lavozimingiz, korxona joylashgan manzil, bo'lim nomi kabi ma'lumotlarni oldindan yozib oling. Men bir joyda ishlaganman degan umumiy gap bilan arxivdan ma'lumot topish qiyin. 1946 yildan 1993 yilgacha falon tumandagi falon zavodning falon sexida ishlaganman degan aniq ma'lumot esa izlashni ancha osonlashtiradi. Endi nima qilish kerakligini bosqichma-bosqich aytaman. Birinchi qadam, uyda mavjud barcha hujjatlarni bir joyga to'plang. Pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi, mehnat daftarchasi, diplom, harbiy bilet bo'lsa, nikoh guvohnomasi, familiya o'zgarganini tasdiqlovchi hujjatlar, bolalarning tug'ilganlik guvohnomalari, eski ish joyidan berilgan ma'lumotnomalar, arxiv javoblari, bank kartasi shartnomasi yoki karta ma'lumotlari kerak bo'lishi mumkin. Hujjatlarni alohida papkaga soling. Nusxalarini ham tayyorlab qo'ying. Ikkinchi qadam, pensiya miqdori va stajingiz bo'yicha ma'lumotni tekshiring. Buning uchun yashash joyingizdagi pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qilishingiz, davlat xizmatlari markazidan foydalanishingiz yoki mavjud elektron xizmatlar orqali ma'lumot olish imkoniyatini so'rashingiz mumkin. Murojaat qilganda shunday deng: mening pensiya ishimdagi staj, ish haqi davrlari va hisob-kitob asoslarini ko'rib berishingizni so'rayman. Agar qo'lingizda qo'shimcha hujjat bo'lsa, uni ilova qiling. 3-qadam. Arizani yozma shaklida topshiring. Men oddiy matn namunasi sifatida quyidagicha mazmunni tavsiya qilaman. Menga tayinlangan pensiya miqdorini hisoblashda mehnat stajim va ish haqi haqidagi ma'lumotlar to'liq inobatga olinmaganini tekshirib berishingizni, zarur bo'lsa pensiya ishimni qayta ko'rib chiqishingizni so'rayman. Arizada ism, familiya, tug'ilgan sana, yashash manzili, telefon raqami, pensiya turi, ilova qilinayotgan hujjatlar ro'yxati bo'lsin. Ariza qabul qilinganini tasdiqlovchi belgi, ro'yxat raqami yoki elektron tasdiqni albatta oling. 4-qadam. Bank kartangiz xavfsizligini tekshiring. Kartaning amal qilish muddati tugamaganmi? SMS xabarnoma qaysi raqamga ulangan, bank ilovasiga kim kira oladi? PIN kodni kim biladi? Shularni ko'rib chiqing. PIN kodni qog'ozga yozib kartaning yonida saqlamang. SMS kodni hech kimga aytmang. Bank nomidan telefon qilishsa ham, davlat organi nomidan gapirsa ham, kod keldi ayting desa, darhol suhbatni to'xtating. Keyin bankning rasmiy raqamiga o'zingiz qo'ng'iroq qiling yoki bank bo'limiga boring. 5-qadam, hujjatlardagi ism, familiya mosligini tekshiring. Ayniqsa ayollar uchun bu muhim. Masalan, tug'ilganlik guvohnomasida bir familiya, diplomda 2-familiya, mehnat daftarchasida 3-familiya bo'lishi mumkin. Bunda nikoh guvohnomasi, ajrashganlik haqidagi hujjat yoki familiya o'zgarganini tasdiqlovchi hujjat kerak bo'ladi. Agar bitta harf xato yozilgan bo'lsa ham, ayrim holatda tasdiqlash talab qilinadi. Shuning uchun hujjatlarni ko'zdan kechirishni ortga surmang. 6-qadam. Farzandlar pensioni ota-onasiga yordam bersin, lekin hamma narsani o'z nomiga o'tkazib yubormasin. Men farzandlarga shuni aytaman. Ota-onangizga ariza yozishda, bankka borishda, navbat olishda, hujjat nusxasini tayyorlashda yordam bering. Lekin ularning kartasini doimiy o'zingizda saqlash kodlarini bilish.
Ularning nomidan hamma qarorni qabul qilish to'g'ri emas. Pensionerning o'zi qaror qabul qilishga qodir bo'lsa, u moliyaviy ma'lumotlarni o'zi nazorat qilgani ma'qul. 7-qadam. Har qanday xabarni rasmiy manbadan tekshiring. Hamma pensionerlarga yangi pul berilar ekan. Bugun ro'yxatdan o'tmasa pul berilmas ekan. Falon havolaga kiring degan xabarlarni ko'rsangiz, avval shoshilmang. Pensiya jamg'armasi, bank, davlat xizmatlari markazi yoki mahalla orqali aniqlashtiring. Rasmiy xabarlar odatda shaxsiy karta kodini so'ramaydi, shubhali havolaga kirishni majburlamaydi. Hozir aytmasangiz pulingiz kuyadi deb qo'rqitmaydi. Qo'rqitish va shoshiltirish firibgarlikning eng asosiy belgilaridan biridir. 8-qadam. Agar javobdan norozi bo'lsangiz, yuqori turuvchi organlarga murojaat qilish tartibini biling. Avval tuman yoki shahar bo'limiga yozma murojaat qiling. Javobni oling. Agar javob tushunarsiz yoki asoslanmagan bo'lsa, viloyat darajasiga yoki tegishli yuqori tashkilotga murojaat qilishingiz mumkin. Murojaatda his tuyg'udan ko'ra dalil muhim. Qaysi yillar stajga kirmagan, qaysi hujjat ilova qilingan, qaysi javob bilan rozi emassiz. Nima so'rayapsiz? Dalil qancha aniq bo'lsa, masala shuncha tez va to'g'ri ko'rib chiqiladi. Men alohida ta'kidlayman, pensiya bo'yicha har bir vaziyat individual. Bir odamga tegishli bo'lgan qo'yda ikkinchi odamga aynan qo'llanmasligi mumkin. Shuning uchun qo'shni, qarindosh yoki bozordagi gapga qarab xulosa chiqarmang. Sizning pensiyangiz, sizning hujjatlaringiz, sizning stajingiz, sizning ish haqingiz va sizning pensiya turiga qarab hisoblanadi. Agar siz pensiyangiz kam deb o'ylasangiz, faqat og'zaki nolish bilan cheklanib qolmang. Menga tushuntirib bering, hisob-kitob asoslarini ko'rsatib bering. Qaysi davrlar inobatga olinganini yozma ravishda ma'lum qiling deb murojaat qiling. Bu sizning huquqingiz. Lekin shu bilan birga noto'g'ri yoki soxta hujjat topshirishdan ehtiyot bo'ling. Soxta ma'lumot muammoni hal qilmaydi. Aksincha yanada og'irlashtiradi. Agar pensioner sog'lig'i sabab idoralarga bora olmasa, yaqinlari yordam berishi mumkin. Zarur bo'lsa belgilangan tartibda ishonchnoma rasmiylashtiriladi. Ayrim xizmatlar elektron shaklda ham bo'lishi mumkin. Lekin elektron xizmatdan foydalanayotganda login, parol, SMS, kod va elektron kalit kabi ma'lumotlarni himoya qilish shart. Men kompyuterni tushunmayman degan sabab bilan barcha maxfiy ma'lumotni begona odamga berish xavfli. Bugungi asosiy fikr shuki, barcha pensionerlar o'z pensiya hujjatlarini, stajini, bank kartasini, telefon raqamini va rasmiy ma'lumotlarni tekshirishi kerak. Kimningdir pensiyasi kam hisoblangan bo'lishi mumkin. Kimdir arxiv hujjatini topib qayta hisob-kitob so'rashi mumkin. Kimdir esa firibgarlardan himoyalanishi kerak. Bu masalani ortga surmang, chunki pensiya har oy keladigan asosiy daromad manbai bo'lib, undagi kichik xato ham yillar davomida katta summaga aylanishi mumkin. Men sizga maslahat beraman. Bugunoq hujjatlaringizni bir joyga yig'ing. Kartangiz muddatini tekshiring. Shubhali xabarlarga ishonmang. Kerak bo'lsa pensiya jamg'armasi yoki davlat xizmatlari markaziga murojaat qiling. Ariza topshirsangiz, albatta qabul qilingani tasdiqlovchi hujjat oling. Har bir savolni yozma tarzda bering, har bir javobni saqlab qo'ying. Agar bu mavzu sizga yoki yaqinlaringizga tegishli bo'lsa, fikringizni izohlarda yozing. Pensiyangizni qayta tekshirtirganmisiz? Staj bo'yicha muammo bo'lganmi? Bank kartasi yoki firibgarlik bilan bog'liq holatga duch kelganmisiz? Videoga like bosing. Kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni pensioner qarindoshlaringizga yuboring. Chunki bunday ogohlantirishni vaqtida eshitgan odam o'z pulini, huquqini va xotirjamligini saqlab qoladi.